2 xona 39 ming dollar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Akalar, eng zo'rlarini, eng arzonlarini olib chiqamiz. 39 ming dollar bo'lib ham qanaqa? Xohlang naqdga 39 ming dollarga olinglar. Xohlang kredit davom ettirish tartibi bilan olinglar. Tak, unaqasi qanaqa bo'ladiki, 19 ming dollar uy egasiga berib turib, 20 ming dollar bank kreditini davom ettirasizlar. 43 oy, taxminan 3,5 yil atrofida bo'lyapti. Oylik to'lov 8 million atrofida bo'lyapti. Xo'p, manzil keladigan bo'lsa, Korzinkani bazasini ko'ryapsizlar. Yo'lning iyo tomoni Sergeli Yangi hayot tumani bo'lyapti. Bu yerda mana qizil g'ishli domimiz, 8 qavatli binoni 7-qavati, 2 xona kirib yashashga tayyor, kvadrat metri, okalar 51 kvadrat metr uy ichini ko'ramiz. Hop, qurib olgan bo'lsa bu koridorimiz katta, mana bu uzun. Tak, prixojniy mebel qilsanglar ham bo'ladi. Kirishda to'g'rida bitta xonamiz bor. Sanuzel ko'rishimiz mumkin. Akkurat chiroyli qo'yishdi va bu yerda mana kattalar yotoqxonasi va tashqarida o'zini visachi balkoni bor. Xo'p, kuxnyaga kiramiz. Kuxnyaning mebelni qoldiraman deyaptilar. Oynalar rishotka qilingan. Eslatib o'tamiz ma'lumotini. Shundoq Korzinkaning bazasiga yetmasdan 10 qo'llik betonkani yo'lli yuzli 8 qavatli g'ishli domlar. Xullas 8 qavatli binoni 7-qavati, 2 xona 51 kvadrat metr, kirib yashashga tayyor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa 2 xil tartibda sotilyapti. Xohlaylar naqdga 39 ming dollarga olinglar. Xohlaylar ikkinchi variant kredit davom ettirish tartibi bilan. Tak, qanaqa bo'ladiki, 19 ming dollar uy egasiga berasizlar, 20 ming dollar bank kreditini davom ettirasizlar. 43 oyga taxminan 3,5 yil bo'lyapti. Oylik to'lov 7 million 900 ming atrofida bo'lyapti. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar. Hammaga rahmat.